$150,000 Lotus mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga boshqa joyda polniy kuzov broniy plonkalari bo'lgan. Okamiz bizga уже ikkinchi marta ishonib olib kelyaptilar. Birinchisida 2-3 ta detallarni bronni almashtirib bergan edik. Okamizga ishimizning sifati yoqqanligi uchun yana bir marta olib kelyaptilar. Bu yerda 2-3 ta detali kichkina DTPga uchragan. Hozir men sizlarga polniy kuzov broniy plonkasini nimaga qilishinglarni sababini ko'rsatib o'taman. Mana buni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, qirilgan joy miyatina bo'lgan. Bu miyatinani chiqazib turib boshqatdan bron qilamiz. Hozir men sizlarga ichiga o'tganmi yo'qmi tekshirib beraman. Mana miyatinani ko'rasizlar, miyatina to'g'rilanadi, o'zi holidagi bo'ladi. Kraskasiga o'tmagan. Mana qirilgan holati. Yodinglarni shilib qo'ydik. Okamlarni o'zlari kelgan paytlari shilib ko'rsatib berdi. Qirilganini ko'rasizlar, yomon ham qirilgan lekin. Menga o'tmagan, o'ziga o'tmagan. Mana top-toza holatda chiqadi. Ko'rib turganinglardek, polniy kuzov qilishinglar tarafdori bo'lamiz. Kimga shunaqa polniy kuzov broniy plonka kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar.